Dvigatelning hajmi qanchalik katta bo'lsa, avtomobil ham shunga yarasha kuchli va gigant bo'ladi. O'zi aslida katta mashinaga kichkina hajmdagi dvigatel o'rnatishdan ma'no yo'q. Lekin uni ham aksi bor. Kichkina mashinaga katta dvigatel o'rnatish ham befoyda. Shuning uchun har bir ishlab chiqaruvchilar dvigatelning narxini avtomobilga moslashtirishga harakat qilishadi. Model qanchalik qimmat va obro'li bo'lsa, dvigatelning hajmi ham shunga qarab kuchli, baquvvat bo'ladi. Ko'rib turgan Golovkalar Iveco Stralis'ning Golovkasi. Hajmi 11.1 dan 12.9 litrgacha o'lchangan. Bu dvigatelning quvvati 420 tadan 480 ta ot kuchigacha belgilangan. Endi akalar Golovka remont bo'yicha bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Katta Golovkami, kichkinami, cho'yanmi, alyuminmi, qizig'i yo'q, xudo xolisa go'zal qilib beramiz.